Assalomu alaykum. Yana manipulyatsiyalar haqida. Manipulyatsiya qilmoqchi bo'lgan odam siz boshqarish kerak bo'ladi. Boshqarish uchun sizga qanday ta'sir qilishi mumkin? Ya'ni sizni bildirmasdan ta'sir qiladi. Sizga ta'sir oson bo'lishi uchun siz avvalo emotsiyaga olib chiqish kerak bo'ladi. Ya'ni tuyg'uga. Emotsiya vaqtida chunki aql yaxshi ishlamaydi. Siz boshqarish oson bo'ladi. Bu emotsiyaga tushish uchun qanaqa emotsiyaga tushiradi? Ya'ni sizni boshqarish uchun sizni samotsinkangizni pastlatish kerak bo'ladi. Samotsinkangizni pastlatish uchun u sizda aybdorlik hissini uyg'otish kerak bo'ladi. Aybdorlik hissini uyg'otish uchun sizni demak qandaydir gina qilishdan boshlaydi. Gina qilgan sari siz hali o'zingizda aybdorlik hissini paydo qilasizda. Yana masalan avvalo bu manipulyatsiya qilish uchun avval davriya kiradi u. Qandaydir bir yaqinligingiz bo'lishi mumkin. Masalan do'st tanish nima bo'lib turib keyin bir nimani haligi yordam bermading, bunaqa deydi. Yordam berganingiz kerak emas endi deydi. Ya'ni ikki xil signal. Yordam so'ragandaqa va yordamingizni qaytaradi. Bunda siz o'zingizni nima qanaqa yo'l tutishni bilmasdan miya o'zi kasha bo'lib qoladi. O'zingizdan siz uni manipulyatsiya qilayotganingizni sezmaysizda. Uni oldida siz qarzdor bo'lib qolasizda. Hali o'zingizni aybdor his qilishni boshlaysiz uni oldida va o'sha aybdorlik hissini yengish uchun uni nimasiga bo'ysunishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni uni boshqarishiga. Ya'ni masalan aybdorlik hissi kuchaytirib olgan sari qachondir keyin sizdan bir moddiy bir nima olishi mumkin bo'ladi yoki o'zi aytgan ishni qildirishi mumkin bo'ladi. Vaqti bilan sekin-astalik bilan. Avvalo siz manipulyatsiyaga olib kirib olish uchun shunaqa usullarni qo'llaydi u. Yana aybdorlik hissini paydo qilish usullari juda ko'p. Masalan haligi buni bilmasdan ham qiladi-da. Masalan birxillar masalan onalar o'zi bilmasdan balasini sen menga qarashmaysan, yordam bermaysan, u deb urushib turgan joyda balali o'zini aybdorlik his qilib turganda tapitalik masalan ayasi qoqinib yiqilib tushsa, bala darrov kelib yordam berib, "Qochanaqa, sen yordaming ham kerak emas, bunaqa deb o'zi voyvoylayotibdi." Mana shunda o'zi bala hayron bo'lib qoladi-da. Yordam bersa ham gap eshitadi, yordam bermasa ham gap eshitadi. Aytganini qilsa ham gap eshitadi, aytganini qilmasa ham gap eshitadi. O'z-o'zidan baland samotsinka tushib ketadi va uni boshqarish oson bo'ladi. Buni instinktiv ravishda onalar bilmasdan qiladi. Endi shuni bilib qiladiganlar endi katta manipulyatorlar. Yoki masalan bir rahbar bo'lishi mumkin. Sekin ishxonada nima ish qilsa ham yaxshi ishni qilmading, bunday bajarishing kerak. O'sha aytgan bo'yicha bajarsa, yo'q bunaqa demadim, bunaqa bajarish kerak bo'ladi deb, haligini yana ham aybdorlik hissini pasaytirib, samotsinkangizni pasaytirib, yana ham boshqarish oson bo'ladi. Ba'zi rahbarlar shuna usuldan ham foydalanadi. Yoki bo'lmasa qilgan ishiga negativ baho berish. Tanish bilishlarda bo'lsa, bir nimani gapirayotganda qanday e'tiborsiz bilan quloq soladi. Yo sotkasini o'yinda o'tiradi, gapirsiz, unga gapirasiz, u ha eshityapman, ha gapiraver deydi. Yo eshitmayapsan desa, yo'q, nima edi, juda qiziq bo'libdi deydi-da. Yana sekin asta e'tiborsiz bilan yana boshqa ish bilan chalg'ib qoladi. Bunda haligi gapirayotgan odamni samotsinkangiz yana tushib ketadi. U yana haligi miya kasha bo'lib qolib, haligini nimasiga ta'siriga tushib qoladi o'z-o'zidan. O'z-o'zidan bilish mumkinki, shunaqa nimalar manipulyatsiya qilayotganini sezmasangiz, o'zingizdan hissiyotingizga quloq solishingiz kerak. Agar o'zingizni yomon his qilishni boshlasangiz, aybdorlik hissi kuchayishni boshlasa, qanday tushkunlikka tushayotganini sezsangiz, bilaverinki, demak sizni kimdir manipulyatsiya qilyapti. Uni siz sezmaysiz. Albatta sezdirmasdan bo'ladi. Manipulyatsiya qilayotgan odam atila qilayotgan emasligi mumkin. Unga shunaqa odat bo'lib qolgan hayot tarzida, shunaqa usulda kommunikatsiya qilishga o'rganib qolgan bo'ladi. Yana bitta usuli endi buni hali o'ylab, ataylabdan qiladigan manipulyatsiyalardan biri verbovka deyiladi. Verbovkada masalan o'sha shaxsni fikrlashlarini o'zgartirish, dunyoqarashini o'zgartirish bo'ladi. U sekin-astalik bilan masalan jamiyatdagi bir kamchiliklarni bo'rttirib ko'rsatishni boshlaydi. Mana bu yerda mana shunaqa bo'lyapti, qonun yo'q, bunaqa adolatsizlik hamma joyda, o'g'rilik boshqa, bu yerda umuman haligi holat bo'lmadi. Ya'ni kelajakda ham bunaqa bo'lmaydi bu yerda, bunaqangi shunaqa joy bu yerdan ketmasdan ilojing yo'q boshqa deb aynan hali surish qilsa, bu yerdan surish kerak degan nimalarni paydo bo'lishi ham shunga olib keladi-da. O'zingizdan bu yerda kelajak yo'q degan narsalar bilan, sekin-astalik bilan adolatsizlikka qarshi unda g'azab, agressiyani kuchaytirishni boshlaydi. Va sekin-asta shuni olib chiqib olgandan keyin katta hamkor, ham fikrda, qangi mana shunaqangi ikkalamiz bir xil fikrlaymiz, hamma shu adolatsizlik bunaqa deb keyin verbovka qilishi mumkin.
o'zi xohlagan bir anaqalarga, bir sektorlarga, boshqa narsalarga. Sekin astalik bilan bo'ladi bu. Oylar davomida qanchadir muddatlar u bilan yaqin bo'lib oladi, ya'ni fikrlarimiz bir xil ekan, mana hamma joyda ekan, bunaqa ekan, nima qilish kerak. Shunaqa qilib o'ziga nimalarni to'plashi ham mumkin. Bu ham manipulyatsiyaning katta usullaridan. Bu umummani manipulyatsiya qilish usullari. Bu masalan ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish mumkin bunda. Shunaqa qilib haligi his-tuyg'ularni kuchaytirish bilan, ya'ni faqat vыборочный bo'ladida, tanlab oladi. Masalan, shu o'sha eng haligi negativ narsalarni tanlab terib tashlashda, как будто butun hamma narsa, butun jamiyatda hamma uchun negativ taqanga sizda tushuncha paydo qiladi. O'z-o'zidan haligi sizda kritik mishleniya bo'lmaydi, tanqidiy qabul qilmaysiz-da. O'zingizga kirgandan keyin to'g'ri aytyapti deb o'sha sizda dunyoqarash o'zgarishni boshlaydi. Ya'ni hali bunda u albatta har xil yana boshqa usullardan ham foydalanadi. Sizni bir zombiga aylantiradi-da, o'zi sezmagan holda miyani kashfa qilib, neverbalniy nimalar bilan ishlaydi. Masalan, haligi gapirish ohanglari, masalan, gapirish ohangi bilan ta'sir qilishi mumkin-da miyaga. Masalan, tez gapirib turib, birdan sekin, axir undayda yoki bunaqangi yo bir g'amgin holatda yo bunaqangi pafos bilan bunday gapirishlar bilan ular bu narsani biladi. Shunaqa gapni sekin, asta, mabodo, keyin deb ayniqsa keyin tezlab birdan uni gapirishlar usuli bilan miyani transfer olib kirish mumkin. O'sha paytda miya kritik mishleniyani yo'qotadi. Hamma narsani to'g'ri qabul qiladi. Ishonch bilan hali nima kirgizib yuborish mumkin shunaqa holatga. Yana bitta usuli bu reklamada ishlatiladi. Masalan, bu dorilarni maqtamoqchi bo'lsa, juda maqtovni kelishtirib, ming dardga davo, boshqa bunaqa deydi-da, qiziqtirgandan keyin lekin uni qayerdan topishni aytmaydi. O'z-o'zidan haligi narsaga ishqoz bo'lgan odam so'rash bilan, yo'q, u hozir kelgan, yo'q, hali kelsa telefoningizni qoldiring, gaplashamiz keyin, hali noma'lum puli ham deb, haligi noma'lumlikda shu edi. Noma'lumlikda ushlagandan keyin odamlar qiziqishi yana kuchayadi-da. O'z-o'zidan yana haligi nima ko'payadi unga kontent. U qanchadir muddatga yo'q, hali yo'q bu narsa. Hali kelgan yo'q, mabodo olib keltirsak sizga xabar beramiz deb cho'zib aynan qilib uzoq muddat qiynash bilan, kuttirish bilan olib kelib turmakin, haligi narxini ham topilmagan hisobda yo'q ekan, mana oxirgi bittasi qolgan ekan usullar qilib osmondagi narx qilib o'tkazish mumkin. Bu tovarni o'tkazishda yana bitta manipulyatsiyon usullari. Bunaqa usullar juda ko'p. Agar gapiraman siz soatlar bo'lishi mumkin, qisqa berib boryapman. Agar mana shu nimalardan, kontentdan kimdir foyda topsa, kommentlarda fikr bildirish mumkin. Rahmat.